Yaxshiliq qilish sizning xislitingiz bolsun. Aptori Muhammed Yusuf. Kuvayt chiqadigan Al Müjdəmə jurnalining 2011-yili 25 martdagi sonida Yaxshiliq va dunyoning chayonlari degan temada mundaq bir maqola e'lon qilingan. Bir danışman adam dengiz bo'yida o'ltirib, Alloh taolaning dengizdagi va atrofdagi go'zal san'atlari va cheksiz qudratining asarlari haqida tafakkur qilyotdi. Shu arada bir chayon o'milab kelib, dengizga tushib ketadi va o'zini qutqizish uchun qattiq tipirlagan bo'lsa-mu, qutulib chiqolmaydi. Bu vaqtda heliq odam chayonga ich og'ritib, uni qutuldirish uchun qo'lini uzatishiga, uning qo'lini chayon cheqib oladi. Odam chayonni tashlab, qo'lini tortib oladi. Birer minut o'tmasdan odamning ko'zi yana chayonga tushadi. Ko'ngli yana birdilla erib ketib, uni qutqizgisi keladi-da, qo'lini chayonga so'zib, uni tutqinida chayon yana uning qo'lini cheqib oladi. Yana uni tashlab, qo'lini tortib oladi. Bu qitim qo'li bak og'riydi. 3-chi qatim yana chayonni qutqizish uchun tamshalganida, yanada o'ltirgan bir yosh uningga: "Siz qandoq ibrat olmaydigan odamsiz? 2 qatim qo'lingizni cheqib olgan chayonni yana qutqizaman deb o'zingizga ziyon yetkazamsiz?" deydi. Ammo danishman uning so'ziga pisand qilmay, yana chayonga qo'lini so'zidi va oxiri uni suvdan qutqizib chiqadi. Andin heliqi yoshning yeniga berib, uning mo'rsini tutib turib: "Ey o'g'lim, chayonning xarakteri chiqish, mening xarakterim so'yish va yordam qilish tursa, men qandaqmi o'zimning xarakterini chayonning xarakteriga bo'ysundiraman" deydi. Siz nurg'un kishilarga yaxshilik qilib, ulardan yomonlikdan boshqani ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Bu ahvol sizni insonlarga yaxshilik qilishdan to'sib qala olamdi? Yo'q, yaxshilik qilish esillikning alomatidir. Birovning fazilatini e'tirof qilish, yaxshilik qilg'uchiga rahmat aytish odamiylikning alomati bo'lib, qalbning suzukligidan derak berdi. Bir-biriga yaxshilik qilish, qo'lidan kelgan yordamni sunish va yaxshilik qilg'uchining yaxshiligini qaytarish orqali insonlar orasidagi muhabbat, do'stlik va yaqinlik kuchaydi. Yaxshilik qilishning cheki yo'q. Yaxshilik cheksiz, minnatsiz va ikkilanishsiz qilinadigan fazilatdir. Qanday qilganda o'zingizni yaxshilikqa odatlantira olasiz? Inson yaxshilik qilish yo'lida ba'zi qiyinchiliklarga, to'sqinliklarga uchrab turdi. Masalan, sizning yaxshiliklaringizni va yordamingizni ko'rgan insonlardan sizga yomonlik kelganda, agar siz kuchli iymonga, mustahkam irodaga va sabr toqatga ega bo'lmasangiz, bir andala yaxshilik qilishdan sovib ketishingiz, hatto voz kechishingiz mumkin. Chunki insonlardan osh bergan qozonni cheqib tashlaydigan tuzkor, non bergan qo'lini tishlaydigan ishitmijaz odamlarmi oz emas. Tovandagilar sizning yaxshilikqa davom qilishingizga yordamchi bo'ladi. Başqalarga yordam qilishni Alloh taolaning amri deb bilish lozim. Chunki Alloh taolo hammaga yaxshilik qilg'uchi va bizlarni yaxshilikqa buyurgan zotdir. Alloh taolo sana yaxshilik qilgandek, sen boshqalarga yaxshilik qilgin. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik bo'ladi. Har kimga yaxshilik qilish Alloh taolaning amri bo'lgan ekan, bosh ustiga deb bu amrni o'rindishingiz sizning iymoningizning taqozzosidir. 2.
Allah Taala'nın sizga ato qilgan ne'matlari va yaxshiliklari bilan sizning boshqalar qilgan yaxshiliklaringizni selishtirib ko'ring. Bu vaqtda sizga Allah Taala tarafidan qilingan yaxshiliklarning qanchalik ko'p va qanchalik katta ekanligini, boshqalarga qilgan yaxshiliklaringizning Allah Taalaning yaxshiliklari oldida hech narsa emasligini, shundaqla sizning boshqalarga qilganlaringizmi Allohning yordami va hidoyati bilan bo'layotganligini his qilib qolasiz. 3. Qur'oni Karimdagi yaxshilikqa buyurilgan oyatlar bilan Payg'ambar alayhisolamning bu haqdagi hadislarining ma'nosini biling va hamisha uni joriy qildiring. Shunda qila olsangiz, o'zingizda hamisha yaxshilikqa undab turadigan turtkini hosil qila olasiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda: "Ey mu'minlar, nijot tepishinglar uchun Rabbinglarga ruku qilinglar. Sajda qilinglar. Uning o'ziga ibodat qilinglar va yaxshi ishlarni qilinglar" deb ko'rsatgan. 4. Qandaqli bir yaxshilikning mukofoti cho'ng bo'ladiganligini asdan chiqarmaslik. Bunda qilish albatta yaxshilikni ko'p qilishga turtki bo'ladi. Allah Taalaning yaxshilik qilguvchilar qilgan va'dalarini asga elish yaxshilikqa turtki bo'ladi. Yaxshi ish qilganlar jannatga va Allohning jamolini ko'rishga noil bo'ladi. Ularning yuzlarini qoriliq va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uchilardir. Bu dunyoda yaxshilik qilg'uchilarni Alloh taolo oxiratda jannatning isil qasrlariga kirgizadi. Jannat ahli jannatda ko'z ko'rib baqmagan, quloq anglab baqmagan va ko'ngilga keltirib baqmagan nozik ne'matlar bilan ne'matlanadi. Dali Karneg bizga kishilar orasida keng tarqalgan tuzkorlik masalasi to'g'riliq mundaq bir qancha misolni keltirdi. Siz birovning hayotini halokatdan qutuldirgan bo'lsangiz, uningdan shu qilganingiz badaliga rahmat so'zi kutamsiz. Balkim shunday qilishingiz mumkin. Lekin Samuel Laybitis avval advokat, keyinchi sotchi bo'lib ishlash jarayonida 78 kishini tok o'rindiqida o'ltirg'izib, ijro qilingan o'lim jazosidan qutuldirib qolgan bo'lsa-mu, ulardan birarsi-mu uning rahmat etmagan. Aysa palach kasaliga giribdor bo'lgan 10 odamni bir kunda saqaytgan bo'lsa-mu, ulardan qancha kishini Aysaga rahmat etdi deysiz? Aralli bir odam. Ammo boshqalar shuncha arzon rahmat so'znimi aytmasdan qaytib ketishgan edi. Charles Schwab ig'ir iqtisodiy krizisga uchragan bir sarrabni turma jazosidan qutqizib qolgan edi. Lekin sarrab uning rahmat etdimi? Ha, bir kuni uningga rahmat so'zini nayt qiyin deyaladi. Ondan uni orqasidan tillashga boshladi. Dali Karneg go'yo Allohning inson haqiqatan Rabbiga qarta bakmi tuzkordir degan so'zni sharhlagandek mundaq deydi. Tuzkorlik shundaq bir xarakter bo'lib, u ziminga ungan o't cho'plarga o'xshash, birov uni terimasdan o'zligidan unib chiqadigan narsa. Ammo shukr qilish faqat uni yaxshi parvish qilish bilanla unib chiqadigan gulga o'xshaydi. Inson xarakteri yanala shu azaldinki inson xarakteri bo'lib, u manguga o'zgarmaydi. Ahvol bundaq ekan, uni shu bo'yicha qabul qilishimiz, qilgan yaxshiliklarimizning mukofotini Alloh taolodan kutishimiz kerak. Shunda qilgandila yer yuzida yaxshilik davomlashadi va ko'nglimiz orom topadi. Tugidi. 2020-yili
1 aprel